Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari, mana Spani bo'ladigan divanlarimizni obzorlarini ko'rsatmoqchimiz, ishlashlarini. Mana bu mana oq qora aralashgan chiroyli materiallarda bo'lgan bedan rang deb qo'yamiz. Mana qoramtirroq materialimiz. Xudo xolasa bular zakazga. Telefon nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Kimga shunaqa Spani bo'ladigan divan kerak bo'lsa, shu nomerlarga telefon qila olasizlar. Xudo xolasa imkon qadar kelishilgan holatda jo'natib beramiz. O'zbekiston bo'ylab eshigingiz tagiga boradi. Xudo xolasa qabul qilib olasizlar. Upakovka holatida jo'natib beramiz. Ishlashini ko'rsatib qo'ying-da, tillo. Mana hozir o'tiradigan divan holatda Spaniga keltiryapti ishda. Mana shu holatda Spani holati. Bolishlarini ham ko'rsating. Mana bir juft yostiqlari bor. Bo'ldi, yoping. Mana shu holatida mana to'xtab turing. Ko'rishsin bir. Mana shu holatda Spani bo'ladigan divan, mana o'tiradigan divan holati. Pol Spani qilib qo'yapsizmi? Shu holatda mana Pol Spani. Oyog'ini uzatib, telefon o'ynab o'tirgani, televizor ko'rib o'tirgani. Xohlayapti, mana ichidan adiol, plastina misol solib olingani sondiqlari bor, обязательный sondig'i bor. Bir juft yostiqi bo'ladi. Mana shu holatda Spani holati, Pol Spani holati. Spani holatiga keltirib qo'ydim. Spani holatini ko'ryapsizlar, uzunasiga 2 metr, eniga 1.40 bo'ladi, ichi tashidan tashigacha 1.75 razmerda bo'ladi. Ranglari oqmi, qorami, ko'kmi, sarami, xohlagan ranglarda qilib berilaveradi. Uylarda aboyga qarab turib, zakaz qilsanglar, ash rangni tayyorlab biz yetkazib beramiz. Xudo xolasa, Isuzuga yuklab jo'natib yuboramiz. Upakovka streshlangan holatda shunday qabul qilib olasizlar. Xudo xolasa, pullarini, narxlarini 2.400.000 so'mdan beryapmiz. 2.400.000 so'mdan beryapmiz. Yo'l kirasi alohida bo'ladi. U joyiga qarab turib aytilinadi. Misol Qoraqalpoqqa ham chiqaryapmiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, O'zbekiston bo'ylab kelyapmiz. Mana qo'shni davlat Tojikistonga, Qirg'izistonga ham yetkazib beryapmiz. Qirg'izistonga kargo orqali chiqib ketyapti. Tojikistonga prami o'zimizning mashinalar bor. Xudo xolasa yetkazib berishyapti. Mana shu holatda mana o'tiradigan divan holati. Kimga kerak bo'lsa, telefon qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, podpiska bosib qo'ysanglar, ko'proq odam ko'rgani hisslarni qo'shgan bo'lasizlar.